metr joy qolyapti. Nimagaki shu 15 santimetrda havo aylanadi. Tagi bo'sh qolib ketadigan bo'lsa, tagida havo aylanishi kam bo'ladi. Keyin shu pollikni stoykalari chirishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu holatda pollik ham taylari chirimaydi, uzoq xizmat qilar ekan. Bu xonadonimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumanida, Narimonda. Qishda 500 so'mdan urishyapti ekan xom qishda. Skvozon zo'r bo'lishining sababi hali qo'ygan lagingiz polli taxtalaringiz chirimaydi. Sababi havo unaqa pastda aynalmaydi. Agar dimoxodni pastroqdan qo'ysa, pastroqda aynaladi. Shu 15 santimetrda havo zo'r aynaladi. Iloji bo'lsa, shu laga tushgan joylarga enini 10 santimetr qilib, lenta qilib beton quyib turib, keyin lagani qo'ysa, unda zo'r bo'ladi. Shuni o'zida pishig'ishda qo'ysa ham polda amortizatsiya bo'lmaydi, o'ynash, boshqa narsa bo'lmaydi. Endi penoblok, gazobloklarda urishyapti, hozir uylar qurishyapti. U narsani pergorodkalarga yaxshi. Pergorodkalarga, chunki televizor ilinmaydi, boshqa qilinmaydi. Biz o'zbekchilikda baribir televizor iladi, rozvetka narsalar qo'yadi. Bu to'rga qo'yishaveradi, stенkalarda qatiradimi, nimadir qatirsa ham. Deraza tomonlarda albatta pishig'ishda yoki xomqishda qilgani yaxshi. Nimadir qatiradi baribir, karniz qatiradi. Bu afzali shu. Xomqishda afzalligi uy yaxshi nafas oladi. Pishig'ish endi afzallik tomoni issiqroq bo'ladi. Tepasiga keyin ikkinchi darajaga pilda qo'ymoqchi bo'lsangiz ham ko'taraveradi. Bunda ham sismani baquvvat qilsangiz ko'taraveradi. Chunki 1,5 bo'sh hozir biz razmerda mana orasini shopni kattaroq qilganmiz, 40 santimetr g'ish uryapmiz. Pishig'ish 40 santimetrda, xomqishda ham 40 santimetr ko'tarib ketyapmiz. Chunki sismalarni ham 30 qo'yganmiz. 30 ga 40 qilib sisma qo'yamiz, uy baquvvat bo'lishi uchun. Keyin ko'p ustalar adashadi, ko'pchilik adashadi. Armatura chiqarganda razbeshkasini bunaqa qilib chiqarish kerak. 12 li armatura pastga qo'yadi. Yerdan 8 santimetr, 10 santimetr chiqarib qo'yadi armaturani. 8 santimetr, 10 santimetr armatura yerda silkinish bo'lganda tars atashdan qo'yib yuboradi. Armatura imkon qadar balandroq chiqarib, bir-biriga sivyaskani ko'proq qilish kerak. Tepa tomonda ham, balkada ham shunaqa qilish kerak. Balkani ham to'rttali qilish kerak. Imkon qadar. Pastini 16 lik, tepani 12 lik qilsa ham bo'laveradi balkani, baquvvatroq bo'ladi. Uyni qurishdan maqsad yashash kerak, mustahkam qilish kerak. Bizda hozir 12 likni 10 likni qo'yib yuboryapti. Keyin betonda treshena bo'ladi, uyda treshena bo'ladi. G'ishing bo'lmadi, penobloging bo'lmadi. Bu narsa qurishdan oldin yaxshilab o'ylash kerak, mutaxassisdan maslahatlashish kerak. Shu biz o'sha sizni obunachilaringizga berilgan maslahatlar. Uy qurmoqchi bo'lganlar oldin hamma yo'q zakat o'pgan zo'r qilib imkon qadar 12 li armatura qo'yinglar betonning ichiga, balkalarga pastiga 18 regellar bo'lsa, uyni aynalasiga pastiga 16, 14 ham bo'laveradi. 14 ga 12 ham yaxshi ushlaydi. Betonni eng kamida 25 santimetr sisma poyasi quyish kerak. 20 santimetrda armatura kam ishlaydi. Ustalar ko'pa bo'laveradi deydi. Bo'laveradi bilan ish bitmaydi. Uyni qurgandan maqsad mustahkam qilish kerak. Kamida 25 santimetr quyish kerak, bo'lmasa 30 quyish kerak uyda. Uy shunda mustahkam bo'ladi. Har qanaqa yuk tushsa ham 1 yil, 2 yil yashamaysizlar. Bunda umringiz farzandlaringiz yashaydi. Ras pul sarflayapsizmi? Mustahkam qilish kerak. Usta o'zini fikrini bildirish kerak. Uyda egasiga shunaqa aka, shunaqa zakat o'pga qilib bersangiz, biz shuni qilib beramiz. Siz ketgandan keyin uyda qanaqadir bir o'zgarish holatlar bo'lsa, siz orqangizdan har xil gaplar bo'lmasligi kerak. Ya'ni hozir zamonni tili bilan aytganda negativ bo'lmasligi kerak-da. Siz u pulni olasiz, bola chaqangizga yedirasiz. Uyda egasi bola chaqasi rizqini qiyib sizga beradi. Qiyib qanday? Bu oy bu futbolkani kiymay tur, shu uyni bitkizib olaylik. Mana futbolkani 1-2 oy kiyib tur, oyoq kiyimi deb sal shu farzandlardan ham biroz pulni qisib ustani rozi qilay deydi. Shunga e'tibor berish kerak, mustahkam qilish kerak hamma narsani. Biz shuncha yillarni qilib kelyapmiz. Xudoga shukr, shu ustozlarimiz, ustalarimiz olamdan o'tib ketishdi, o'rgatishgan. Uylarni o'zimiz ham imoratlarda shunaqa qilib qildik. Yashayapmiz maza qilib. Ko'pchilik yashayapti. Endi bizda uyda fundamentdan boshlab podключ topshiraman men o'zim, komanda bilan, bolalar bilan podключ topshiramiz. Shpaklovka, Evroremont hammasini qilamiz. Eshik romlarni ham o'zimiz o'rnatib, yasab qo'yamiz. Bizda hamma narsalar bor. Xudoga shukr, sexda. Sog' bo'linglar. Bu xonadonimizga g'ishtlarni o'zimiz olib kelib berdik. Pishig'ish, xomg'ish kerak bo'lsa, ekran nomini qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Usta xizmat kerak bo'lsa, usta aka nomerini ham qoldiramiz. Usta akamizga ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kamar, zil, hova xizmatlari kerak bo'lsa ham inshaalloh bitirib beramiz. Hammaga rahmat.